Assalomu alaykum. Efirda Chappa TV hamda uning oyog'i osmondan qilingan yangiliklari. Efirimiz avvalida eslatib o'tamiz, bizda barcha xabarlar teskarisiga o'qiladi hamda ko'rsatiladi. Dastlab Rossiyadan 2 millionga yaqin migrant O'zbekistonga soliq to'lash maqsadida qaytib kelmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, soliq bersin deb kim aytgan bo'lsa, shaxsan har bittasi o'sha odamga berib ketishmoqchi. Bog'cha mudirasi jinoyat ustida qo'lga olindi. Kuni kecha 847-bog'cha mudirasi bolalarga yedirish maqsadida o'z uyidan 15 kilogramm go'shtni yashirin ravishda olib chiqib ketayotganda eri tomonidan ushlandi. Hozirda sudga qadar qaynona tomonidan tergov ishlari amalga oshirilmoqda. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda bugun shahrimizdagi zapravkalarga avtomobil umuman kirmagan. Statistikaga ko'ra benzin narxi 1700 so'm etib belgilandi. Hattoki ba'zi do'konlarda qaytim puliga 1 litr benzin berish holatlari ham kuzatilmoqda. Markaziy bank bergan ma'lumotlarga ko'ra, valyutalar kursi bilan tanishtirib o'tamiz. Unga ko'ra 1 so'm 10.640 dollar etib belgilandi, azizlar. Markaziy bank valyutalarni ushbu qiymatda sotib olishga juda ham muhtoj. Kuni kecha shahar hokimiyati tomonidan qurib berilgan yangi bino tadbirkor tomonidan o'zboshimchalik bilan buzib tashlandi. Kuni kecha Chilonzor tumanining Qatortol ko'chasida tungi soat 23:00 dan keyin balli qizlar ko'rik tanlovi bo'lib o'tdi. Ko'rik tanlov 3 ta bosqichda o'tkazildi. Birinchi bosqich tanishtiruv, ikkinchi bosqich og'zaki savol-javob va hal qiluvchi 3-chi bosqichda qizlarimiz guruh bo'lib berlashdi. Ayni damda tezkor muxbirimiz voqea joyida va biz jonli efirda u bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum azizlar, mana biz hozir ko'rik tanlov bo'layotgan joydan to'g'ridan-to'g'ri efir olib bormoqchi edik, lekin bizni ichkariga kirgizishmayapti. Muxbirimiz desanglar bo'lardi-yu. Dedik, muxbir bo'lsang ham bitta kirasan deyapti-da. Demak, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi azizlar. Xayr, sog' bo'ling, bizni kuzatmang. Rahmat, davom etamiz demak. Nima deyapsiz? To'g'ri, asli kelishdi. Ey, o'chiray, ey. Davom etamiz azizlar. Navbatdagi yangiligimiz futbol haqida. O'zbekiston futbol terma jamoasi jahon chempionatiga yana chiqa olmadi. O'rtoqlar, biz Chappa TV'miz, yolg'on TV emasmiz. Shuning uchun buni to'g'ri qabul qilasizlar. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum.